Kecha bir yerda bir qori bo'lganlik munosabati bilan duo olib ana shu yerda aytdim. U nafaqat Qur'on yodlagan qoriga, balki mana shunday bir Ramazonlarda xatmiga turayotgan, muhabbat kutib turgan hamma ommai xalqqa lozim bo'lgan narsa shuki, Qur'onda muhabbatini qalbdan olmaslik kerak. Qachongacha desa, qabrda kitobing qaysi desa, Qur'on devogungacha qalbdan Qur'onda muhabbatini olmaslik kerak. Xudodan shuni so'rashlik kerak. Parvardigor, bizni musulmon qilib dunyoga keltirding. Musulmonligimizning asosi sababi Qur'oni Karim ta'limoti bo'linadigan bo'lsa, mana shu Qur'on ta'limotini bizni qalbimizdan ko'tarmaginki, toinki qabrga kirib hisob kitob qilinayotganda, kitobing qaysi deganda Qur'oni Karim deb baralla javob bergunimcha muhabbatidan ayirmagin deb Xudodan so'rash kerak. Qur'onda muhabbatini shunday so'rashlik kerakki, Parvardigori olam qiyomatda Qur'oni Karim shafoatini va'da qilding. O'sha shafoatga erishmagunimcha meni qalbimdan Qur'onda muhabbatini ko'tarmagin deb Xudodan so'rash kerak. O'sha Qur'onda muhabbatini so'raladigan bo'lsa nima bo'ladi desa, Qur'onning ichidagi buyurilgan buyruqlarga labbay deyishlik bandada tug'iladi. Qur'onga muhabbat uyg'onadigan bo'lsa, Qur'oni Karimning ichida qaytarilgan narsalardan o'zidan o'zi qaytishlik bo'ladi. Insofni berilganligi mana shu. Shu narsalarni Xudodan so'raylik, birodarlar. Yashash inson ba'zida tirikchilikdan qiynalib, hayot muammo tashvishlaridan qiynalib, hayotning naqadar murakkabligini his qilib boraveradi. Inson hayoti mobaynida shu qiyinchilik boshidan har xil ish o'tsa, kasallik bo'ladimi, bo'laymi, bola chaqani imtihoni, sinovi shularni ko'rib turib, hayot ancha murakkab narsa ekan deyiladi-yu, lekin ana shu murakkab narsalarning ichida ham yana ham murakkabrog'i nima desa, bizni oxirgi holatda oxiratga kuzatilayotganda janoza namozida o'qilinadigan duo nima edi desa, Parvardigori olam bizni o'ltirsang musulmon holatda o'ltirgin, qiyomatda qayta tiriltiradigan bo'lsa ham bizni musulmon qilib tiriltirgin deb duo qilinadi. Boyagi hayot tashvishlari, insonning tirikchiligida qiyinchiligi, tanasidagi dardini qiynashligi, bola chaqani muammolari, bular bari tarozini bir tomoniga solsa ham keng kelmaydigan holat. Musulmon bo'lib yashab o'tib olishlik boyagi tashvishlardan ham ustun turadigan tashvish hisoblanar ekan. Musulmon bo'lib yashab, musulmon holatda omonatni topshirib, yana musulmon bo'lib qayta tirilib olishlik zarur narsa. Bu eng zaruri mana shu. Buning uchun nima qilishlik kerak desa, bandaning qo'lidan hech narsa kelmaydi. Hamma narsa Alloh taologa havola qilinadi. Xudodan ko'proq shuni so'rash kerak. Musulmon qilib yashab Parvardigor deb. Endi qayerdadir haq gap gapirilib, o'sha dini diyonatingizga, musulmonchiligingizga taalluqli bo'lgan nasihat qilinayotgan bo'lsa, o'sha narsani eshitib, o'shanga amal qilishligingiz musulmonchiligingizni qo'rg'onini bir yerini mahkamlayotganingiz bo'ladi. Qayerda bir ilm davrasida o'tirib pand nasihat eshityapsizmi, o'sha masalani eshitib turib, Xudo xolasa mana shu narsaga amal qilaman deyishligingiz o'sha musulmonchilik qo'rg'onini ma'lum bir yerini to'sayotgan bo'lasiz. Yana keyingi suhbatda yana bilmagan nimanidir o'rganishligingiz qo'rg'oningizni yana bir yerda mahkamlayotgan bo'lasiz. O'shanda qilib qo'rg'on, amal qo'rg'onini mahkamlab olsangiz, siz o'rtada musulmonchiligingizni xotirjam yashab borasiz. Agar beparvolik, beamallik bo'ladigan bo'lsa nima bo'ladi desa, qo'rg'oni yo'q imoratni chor atrofidan
o'g'ri kiradimi yoki boshqa biror bir hayvon kiribdi, nimaki kirib bemalol u yerda shikast yetkazib ketganda singari iymon va e'tiqod, musulmonchilik qo'rg'oningizni mahkam qilib olmasangiz, shayton sizga har tomonlama kelib, hiyla nayrangini o'tkazib ketaveradi. Shuni esdan chiqarmanglar, birodarlar. Ba'zi bir holatlarda musulmonchilikka amal qilishlik qiyin tuyulyaptimi? U qiyin tuyulib, ko'zingizga qiyin ko'rsatayotgan narsa nima? Sizning nafsiz. Hikmatda nima deyilgan? Kim o'zini nafsidan ko'ra birovni dushmanroq ko'rayotgan bo'lsa, u o'zini nafsini hali tanimabdi degan. O'zingizni nafsizdan ko'ra ham birovni ko'proq yomon ko'ryapsizmi? Hali siz o'zingizni nafsizni kimligini tanimabsiz. Sizga birovni yomon ko'rsatib berayotgan narsa nafsiz hisoblanadi. Ba'zi bir holatda odamlarning orasida bo'linayotgan muomala, shu musulmonchilikka beparvo holatlarni ko'rib turib achinganimdan aytyapman bu gapni. Musulmonmizmi? Qiyofamiz ham, suratan mana ko'rinish qiyofamiz ham, yurish turishimiz ham, hamma holatimiz musulmonchiligimizga muvofiq bo'lsa zo'r bo'ladi şimdi.